Hammaga assalomu alaykum. Telegram sovg'alarida pul ishlashda davom etamiz. Bugungi mavzuyimiz Telegram sovg'alarni Telegramdan blockchainga o'tkazish. To есть off-chain giftni Telegram sovg'ani on-chain qilish. Srazu tushuntirib o'tib ketsam, nima uchun bu kerak? Giftlaringiz blockchainda bo'lsa, birinchidan u yaxshiroq himoyalangan bo'ladi. Masalan, Telegram akkauntingizga biror narsa bo'lsa ham, u hamyoningizda bo'ladi. Так что unga hech nima bo'lmaydi. Bu bir. Ikkinchidan qimmatroq sotsangiz bo'ladi o'sha giftni va uchinchidan uni arrendaga bersanglar bo'ladi. Eng muhimlari shu. Qolganlari haqida video davomida gapirib o'tamiz. Qani bo'lmasa, ketdi, boshlaymiz. Videoni sразу skamdan boshlamoqchi edim, chunki skamerlar juda ko'payib ketgan. Ehtiyot bo'linglar. Masalan, menga bugun ana MRKTdan lichkaga yozib yuborishganda, akkauntingiz muzlatildi deb. Mana. Nima demoqchiman? Hech kim sizlarga hech qachon lichkalaringizga yozmaydi. Tim более unaqa MRKT yoki portalmi, tunnelmi farqi yo'q. Bironta kattaroq plashatkani anaqasidan, nomidan hech kim sizlarga yozmaydi. Va kimdir hatto yozsa ham boshqa ma'no bilan, boshqa gap bilan ham ehtiyot bo'linglar. Chunki mana shu yerda ham ссылка qo'yilgan. Bossanglar tamom-da. O'sha ссылкani bossanglar tamom. Va yana bitta muhim narsa haqida gapirib o'tmoqchi edim. Keyingi chiqadigan har bitta videomiz NFT konkursli bo'ladi deb. Durfni kepkasi haqida eslaringizda bo'lsa video qildim. Mana o'sha video. Oxirida dahshat gaplarni gapirib o'tib ketganman mana. O'sha joyini spetsialni YouTube'ga kirib, qirqib olib qo'yib oldim. Nima deb aytganman? Hammaga shu kim kamida 4 ta so'zdan iborat bo'lgan komment yozsa, gift beraman deb mana. O'zi atiga 2 kishi yozibdi-yu, shunga gift tashlab yubordim-da o'zi ham. Ikkalasiga ham mana tashlab yubordim. Katta rahmat deb. Nima demoqchiman? Videolarni boshidan oxirigacha e'tibor bilan ko'ringlar. Bu videoni baribir men sizlar uchun yozaman, sizlar uchun. Mana o'zimga bu narsalar kerak emas. O'sha narsalar mana shu yarim soatlik, 20 minutlik video qilaman deb YouTube'ga kamida o'ldim deganda 4 soat vaqtim ketadi. 4 soat. Chosam o'sha 4 soat vaqtni boshqa narsaga bersam, masalan, o'sha giftlarni oldi sotisigami, boshqasigami, flipgami ancha ko'proq foyda bo'ladi-da. Xo'p, kelinglar endi giftni blockchainga chiqarishni o'rganamiz. Birinchidan mana profillaringizni ochib oldinglar. Mana profilimni endi bu yerda men hozir kompyuterdan bo'lsam ham, telefonda buni qilish ancha qulayroq. Sразу aytibman. Kompyuter kerak emas. Xo'p, birinchidan kerakli giftni tanlab olish kerak. Masalan, mana bu gift передать bossam, uni qaranglar nima deb yozadi. Отправить через блокчейн доступно через 7 дней. То есть 7 kundan keyin mana shu giftni men blockchainga yuborsam bo'ladi. Любой gift profilingizga tushadi-yu, kamida 15 kun turishi kerak. 15 kun turgandan keyin o'sha giftni blockchainga o'tkazsa bo'ladi. Shuning uchun nima demoqchiman? Biror xil giftlar profillaringizda yotib qoladi-yu, qimmatroq sotmoqchi bo'lsanglar, to'g'ridan-to'g'ri blockchainga chiqaringlar. O'sha yerdan keyin fragmentmi, Gilgamesmi, boshqa narsami o'sha yerda sotinglar. Eng zo'r variant shu. Sразу oldindan bitta sizlarga bu sxema-da bu takoy hech kim aytmagan, hech kim bilmaydigan, ko'p kishi bilmaydigan narsadan bittasi. Videoni shu joyda bizning Telegram kanalimiz haqida gapirib bersam, chunki baribir ham asosiy dvij bizning Telegram kanalimizda bo'lib o'tadi. Genius Trade Project. Bu yerda bizning loyihalarimiz hammasi mana shu yerda yig'ilgan. Genius Trade kanal o'zi hamma video chiqayotgan NFT konkursli bo'ladi va kanalni o'zida ham отдельный konkurslar qilib turamiz. Genius Trade Group bu bizning chatimiz, gaplashish uchun. Market bu yerda o'zlaringiz NFTlaringizni sotuvga qo'ysanglar bo'ladi, o'zlaringiz bilan oldi-sotdi qilishingiz uchun. Servis bu yerda bizga garant xizmatlar kerak bo'ladimi? Starsmi, premiummi, boshqa narsami, nima yordam kerak bo'lsa o'sha yerdan. Store bu yerda faqat bizadan bo'lgan NFTlarni sotib olsanglar bo'ladi. Xo'jayin bu o'zimni profilim va bu knopka eng muhim knopka. Shuni bosib olsanglar bizning hamma loyihalarimiz bittada sizlarga qo'shiladi. Hammaga katta rahmat. Videoni davom etamiz. Ketdi. Endi biz o'zimiz nima qilishimiz kerak? 15 kun kamida profilimda turgan gift tanlashimiz kerak. Xo'p, masalan, mana bu. Передатni bosamiz, отправить через блокчейн qaranglar. Bu yerda уже anaqasi yo'q. Timer yo'q. Bemalol mana bossam bo'ldi mana. Перейти fragmentni bosamiz, bu yerda parol so'raydi. Parolni yozamiz. Aytgancha yana bitta muhim informatsiya. Giftni profillaringizdan blockchainga chiqarish uchun облачный parol qo'yib olish kerak birinchi bo'lib. Endi bir xillarda men ko'raman, hali Telegram bo'lsa ham, ishlatsa ham anchadan beri, lekin paroli yo'q, облачный parol. То есть двухэтапный autентифikatsiyani yo'qib olib, parol qo'yib olish kerak. Parol yo'qqanlaringizdan keyin bir haftadan keyin уже giftni chiqarish mumkin. Shuning uchun agar
Telegramlaringizda облачный parol qo'yilmagan bo'lsa, birinchi bo'lib hozir o'shani qiling. Chunki u даже giftlaringiz 15 kun profilingizda turgan bo'lsa ham, bir hafta kuttirishga majbur qiladi. Bo'ldi, mana parolni yozdim, ketdi. Bu yerda telefonda bo'lsanglar, avtomatik sizlarni brauzerga olib o'tadi. Mana endi bu yerda o'z kompyuterda bo'lganligim uchun brauzerni o'zim tanlasam bo'ladi. Hozir endi bu yerga hamyonimizni ulaymiz. Bu yerda mana o'zi men bu QR kodni ekranimdan skaner qilib olaman telefonimdan va mana ko'rsanglar bo'ladi, avtomatik mana hamyonim kelib chiqdi, chunki hamyonimni uladim. Lekin Telegram ulangani yo'q, faqat hamyonni o'zini uladim bo'ldi. Qaranglar, bitta muhim narsa. Agar giftni blockchainga o'tkazib turib, lekin o'zi Telegramda saqlansin desanglar, to есть Telegramlaringizda ko'rinib turadi. O'sha vaqtning o'zida blockchainda bo'ladi. Agar o'shani xohlasanglar, mana buni yoqib qo'yish kerak. Agar buni o'chirib turib transferni bossanglar, gift blockchainga o'tadi, profilingizdan yo'qoladi. Agar profilda tursin desanglar, buni yoqib qo'yish kerak. Va mana bitta transfer NFTni bosamiz. Videoning shu joyida bitta muhim informatsiya. Men o'zimni yopiq gruppamni ochdim. GT Flippers degan. Nima bu yerdan olasizlar? Birinchidan, tayyor bundlelar tashab turaman. Har kuni masalan bundle ko'rdimmi, biror xil giftlar ko'rdimmi, tayyorni srazu olib sizlarga tashlayman. Agar bironta arzon gift bozorda ko'rib qolsam, o'zim olmasam ham sizlarga tashab beraman. Keyin flip uchun tayyor gift yoki yo'llarini aytib turaman. Ha, aytgancha, bugunning o'zida bitta o'sha sxema, bitta o'sha yo'lini tashab qo'yganman. Nima qilish kerak? Olib ustida ishlash kerak, giftni aylantirish kerak, bo'ldi, flip qilish kerak, oddiy qilib aytganda. Maslahatlar yoki yordam kerak bo'lsa, birinchi o'rinda sizlarga yordam beraman. Soqqali temalar bo'lsa agar ham birinchi bo'lib o'sha yopiq kanalda chiqadi. Keyin o'sha yopiq kanaldan hamma foydalanib bo'lgandan keyin qolsa agar o'sha ochiq kanalimizda chiqadi. Sekin-sekin gruppamiz rivojlangani bilan narxni ham sekin-sekin ko'taramiz. Hozirgi paytda bir oylik narxi bitta abet puli ham emas, atiga $3. $3 maksimum 2 ta kola. Hozirgi paytda katta chegirmalar ketyapti. Agar 1 yillik bo'lsa o'rsanglar, vobshe o'yiga $2 dan tushadi. Hammaga katta rahmat. Videoni davom etamiz. Mana o'sha yangi gift chiqdi. Bu yerda endi qarang, yana qaytadan endi o'shani ochsam, bu yerda mana hamyonim turadi. Mana hamyonim. Telegram esa bu yerda turadi. То есть Telegramda mana bitta ko'rinib turibdi, lekin vладелецda уже mana hamyonim turibdi. То есть bu hamyonimda. Keling endi mana shu giftni boshqa odamga mana shunaqa rentga berishni tushuntirib o'tib ketsam. Ikkita variant bor qanday qilishni. Birinchisi o'sha odam bilan o'zlaringiz gaplashasizlar, pulni sizlarga tashab beradi. Masalan, ko'chadan odam topib oldinglar, masalan, gruppadanmi, bizani masalan, bu yerda Genius Trade marketimiz bor. O'sha marketda masalan giftga qo'ydinglar. Masalan, sell deb yozgan, bittasi masalan sell emas, arendaga beraman deb qo'ydinglar, kimdir arendaga olaman deb masalan sizlarga yozdi. Nima qilish kerak? Через marketplacelar, har xil konkretniy plashatkalar bor, marketplacelar bor. O'sha marketplacelarda arendaga bersa bo'ladi. Buni lekin keyingi videoda qilaman, faqat kommentga yozinglar. Bugungi videoda Base Marketplace, u marketplace bilan qilish salgina qiyinroq, lekin klient почти doimiy bo'ladi, narxlari arzon bo'lsa va o'tda avtomatik o'zi arendaga berilaveradi. Hech nima qilish kerak emas. Bu yerda masalan odamga bermoqchi bo'lsanglar, kirib uni profilga qo'yish kerak. U haqida o'zi gapirib beraman, ko'rsatib beraman qanday qilishni. Agar marketplace bilan qilsanglar, через qanaqadir plashatka qilsanglar, u avtomatik o'zi qiladi. Sizlardan hech nima talab etilmaydi. Sizlar bir marta kirib prosto qo'yasizlar arendaga, bo'ldi. Shu bilan kayf qilib yuraverasizlar, pullarni sekin-sekin hamyonlaringizga qabul qilib. Hozir endi sizlarga o'rgatsam, o'sha qanday boshqa odamga arendaga berishni. Bu yerda Telegramni ulash har xil yo'llari bor. Birinchisi через mana bu knopka bilan, to есть shuni bosganlaringizda to'g'ridan-to'g'ri Telegramga olib o'tadi va mana bu narsa bor. To есть telefon nomeri bilan ham qilsa bo'ladi. Bu variant doim ishlamaydi, yaxshi ishlamaydi. To есть odamni masalan boshqa bironta odamga giftni bermoqchisizlar-yu, nomeringizni so'raydi. To есть endi har xil ma'noda bir xil paytlar bu yerda masalan to'g'ridan-to'g'ri imенно masjidga nomeringizni yozsa agar bu chatlaringizni o'qa olmaydi, lekin baribir Telegramlaringizga salgina bo'lsa ham dostуп bergan bo'lasizlar, chunki fragmentda ham ko'p narsa ko'rinadi Telegramlaringiz haqida. Lekin chatlar bo'lmaydi. Bu birinchi variant. Bu yerda lekin doim ham xabar kelmaydi, doim ham o'sha уведомление kelmaydi. Shuning uchun bir xilla to'g'ridan-to'g'ri mana shuni bosishadi. To есть continue with Telegram. Buning uchun bundan oldin sizlarni Telegramlaringizni ular olib olishadi. O'zlarining Telegramlariga birinchi
Keyin уже mana bunaqa avtorizatsiyani bosaverishadi va ko'rdinglarchi, mana bunday chiqadi tayyor. Mana kiradi. То есть birinchi sizlarni telegramlaringizni o'zini telegramida ochib oladi telefonida. Prям telegramni o'zini bunday birinchi variantni ko'rsatdimi nomer bilan, unaqa emas, prям to'g'ridan to'g'ri anaqani ko'rsatadi. Bu yerda уже kirgandan keyin, mana akkauntga kirgandan keyin bu уже ko'ryapsizlar boshqa akkaunt. Mana bu yerda displeyni bosaveradi-yu, bu yerda personal account, endi masalan kanallar bo'lsa kanallar ham chiqadi. Save. Birinchi don't display qilamiz, keyin unday qilib save qilamiz bo'ldi. Endi masalan o'sha telegramimizga kirsak, mana boshqa akkauntga уже mana o'sha gift paydo bo'ldi. Ha, aytgancha ruchka kerak bo'lsa bo'ldi. Menga kuchaytirilmagan ruchka bor. Kerak bo'lsa agar bemalol murojaat qilinglar. Bu akkauntimga, mana shu akkauntga dostуп beraman. O'zlaringiz kirib, kuchaytirib, akkauntlaringizga o'tkazib olib, sekingina chiqib ketasiz. Endi bu menga o'zimga kerak edi bu akkaunt. Shunga akkauntni полностью sizlarga berib yubora olmayman. Lekin kirib, bemalol kirishga ruxsat bor. Mana ko'rganlaringizdek, уже hamyon o'sha e'tibor bergan bo'lsanglar, lekin user уже boshqa. То есть boshqa odamga berdim. Endi mana shunaqa qilib bironta o'rtog'ingizgami, bironta boshqa odamgami pulni olib berishlaringiz mumkin. Giftni arendasi haqida asosiy sizlarga gapirib berdim, lekin в основном giftlarni o'zi nima uchun blokchaynga o'tkazishadi? Birinchidan qimmatroq sotishga. Bu yerda fragmentda ancha qimmatroq giftlar yuradi. Va bu yerda sell giftni bosib, xohlasanglar, bemalol sotuvga ham qo'ysanglar bo'ladi. То есть bir vaqtning o'zida ham arendaga bironta odamga berib, o'sha vaqtning o'zida sell giftni bosib, sellga ham qo'yishlaringiz mumkin. Xohlasanglar auksion ham bor, farqi yo'q. To есть nima demoqchiman? Bir vaqtning ichida ham arendada bo'ladi, ham sotuvda bo'ladi. To есть masalan, oddiy giftni sotmoqchi bo'lsanglar, giftni tashlab berish kerak, to'g'rimi? Bironta marketga, masalan, portalgami, tunnelgami, marketgami farqi yo'q. Bu yerda bunaqa narsalar kerak emas, chunki bu blokchaynda bu. Blokchaynda gift o'zi qo'ldan qo'lga o'taveradi, lekin profilingizda kimga kerak bo'lsa, kimni profiliga turish kerak bo'lsa, o'sha profilda turaveradi gift, xohlasanglar. Fragmentda qanday mana shunaqa qilsa, GitGamesda ham xuddi shunaqa qilsa bo'ladi. U yerda ham GitGamesda ham fragmentda ham ancha giftlarni qimmat sotish mumkin. Bu vahshiy zo'r variant. Ko'p giftlarni mana shunaqa qimmat sotish mumkin. Xo'p, endi ikkinchi variantni bilmoqchi bo'lsanglar, komment yozinglar. Kommentda yozib qo'yinglar, to есть qanday giftlarni через marketplace arendaga berish haqida va qanday через marketplace arendaga olish haqida. Bitta marketplacelar ko'p, lekin arendaga beradigan mana shunaqa plashatkalar ko'p. Har bittasi haqida bitta video qilib chiqaman. Lekin videolar уже kattaroq bo'ladi unda. Anaqasi ham funksiyalari ham ko'p-da, qadamlari ham salgina ko'proq. Hamma katta rahmat, like bosib, komment yozishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.